Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Transfer huquqlari Eronning Istiqlol klubiga tegishli bo'lgan Rustam Ashurmatov mamlakatdagi siyosiy taranglik sabab faoliyatini yana yurtimizda davom ettirishi mumkin. Top Podcast xabariga ko'ra 29 yoshli markaziy himoyachi oldida Superliganing 4 klubidan taklif bor. Rustam xalqaro maydon sababli Neftchi variantini ma'qul ko'rmoqda. Ashurmatov joriy mavsumda 22 ta o'yinda bitta gol urdi. O'zbekiston terma jamoasi mart oyida yig'in olib boradi va FIFA Series musobaqasida ishtirok etadi. Gabon, Venezuela hamda Trinidad va Tobago termalariga qarshi o'yinlarda ishtirok etish uchun chaqirilgan futbolchilar ro'yxatdan 6 nafar yangilar o'rin oldi. Muhammad Rasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Jahongir Urozov, Umarali Rahmonaliyev, Ibrohim Ibragimov, Sherzod Temirovlar. Endi esa sizlarni tarkib bilan tanishtirib o'taman. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Navbahor, Abduvahid Ne'matov, Nasaf, Botirali Ergashev, Neftchi. Himoyachilar: Rustamjon Ashurmatov, Istiqlol Eron, Umarbek Ishmurodov, Nasaf, Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya, Muhammad Rasul Abdumajidov, Hoji Akbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev, Muhammad Qodir Hamraliyev, Paxtakor, Behruz Karimov, Surxon, Jahongir Urozov, Dinamo, Farruh Sayfiyev, Neftchi. Yarim himoyachilar: Umarali Rahmonaliyev, Sabah Ozarbayjon, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov, Akmal Mazgovoy, Paxtakor, Alisher Odilov, Jamshid Iskandirov, Neftchi, Otabek Shukurov, Baniyas, Birlashgan Arab Amirliklari, Azizjon G'aniyev, Al-Batayx, Birlashgan Arab Amirliklari, Oston O'rinov, Persepolis, Eron, Odiljon Hamrabekov, Traktor, Eron. Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Istanbul Bashakshehir, Igor Sergeyev, Persepolis, Eron, Sherzod Temirov, Erbil, Iroq. Shuningdek, Abbosbek Fayzullayev, Hojimat Erkinov kabi futbolchilar ro'yxatdan o'rin olmadi.